Yaxshimisizlar ko'pchilik. Bugungi tahlilimizga xush kelibsizlar. Bugun biz manbalarimizga tayanib, intahoyan cho'nqur bir o'qum, Rahmon, ya'ni cheksiz mehr-shafqat ustida to'xtalamiz. Biz hammamiz mehr-shafqat degan so'zni doim anglab turamiz, ammo buning olam shumul miqyosidagi ma'nosi zoti qanday? Bugungi izlanishimizda mehr-shafqatning faqatla bir yumshoq hissiyot emas, balki butun koinotni tutib turadigan asosiy kuch ekanligini bilib yetamiz. Qani, bu murakkab o'qimni birlikda yeshib chiqaylik. Hammamizin ko'ngilida mundaq bir savol paydo bo'lishi intayin tabiiy. Shundami? Agar koinot rostdan teksiz mehr-shafqat bilan yaratilgan bo'lsa, nima uchun dunyoda shuncha ko'p azob-uqubat, yer tevrash va yo'qotishlar yuz beradi? Bundan gumonlanishlar tamamen o'rinli. Bugungi tahlil qiladigan manbaimiz dal mushu murakkat va ziddiyatlik tugunni yeshib turadi. Qani, birinchi qismga nazar salaylik. Insoniy mehr-shafqat. Manbaimiz bu abstrakt ilohiy o'qimni dal bizning kundalik turmushimizga va kechirmishlarimizga bog'lab tushuntirishni boshlaydi. Bir o'ylanib bakınlarsa, ko'chada yordama intayin muhtoj birasini ko'rib qolganlaringizda ichinglarda zaten nima ish yuz beradi? Manbadagi analizga asoslanganda, burundagi ochqulchilik nuqta vijdon. Uyg'oq bir vijdon go'yoki bizni harakatga kelishga undaydigan bir sado bo'lib, bizni ojiz va muhtoj kishilarga yordam qo'limizni sunishga majburlaydi. Demek, manbada alohida ta'kidlanganidek, Xudoni tushunish uchun biz oldi bilan o'zimizga, ya'ni inson tabiatidagi vijdon va hisdoshlikqa nazar silishimiz kerak. O'zimizga tanish bo'lgan, o'zimiz his qila oladigan bu insoniy mehr-shafqatni tushungandida, ondan nazar doiramizni tixmu kengaytib, yaratuvchining u buyuk mehr-shafqatni tasavvur qilishga boshlaymiz. Hamda ikkinchi qismga keldik. Koinotning sirri. İnsani hisdaşlıktan halkıp, kainattaki fiziklik kuvvetlerge nazar salalalı. Mənbə bu yerde ruhaniyet bilen ilim fenni birbirine acayip maslaştırıp görsetip veriyordu. Mənbədəki bu cümlede alahide dikkat kalınlar. Mehir, şafkat, mahiyette tartış gücüdür. Bekle hayran kalarlık bir seliştirme, şundan mı? Mehir, şafkat, fakatla bir hal hissiyat emez, belki kainatlı tutup duruyudugan, fiziki kanlı ayetler bilen, bir vasıta bağlanan bir kuç deputtara koyulgan. Amaliy misollar bilan o'ylab boqaylik. Agar koinotda bu xil mehr-shafqat, ya'ni shu o'zaro jalb qilish kuchi bo'lmasa nima bo'ladi? Atom yadrosini oynini potgan elektronlar chechilib ketadi, yer shari o'z hamrohi bo'lgan oydan ayrilib qoladi, hatto bizning tomirlarimizdagi qonmu aylanib yurakka qaytib kelmaydi. Qisqasi, barliq mavjudotni bog'lab turadigan bu jalb qilish quvvati dal shu cheksiz rahmatning fizikli namoyandasidir. Üçüncü kısım Rahman ve Rahim farkı. Bu intihayin mühim bir nokta. Biz çokum bu iki Arapça söz oturusudaki ilahiyetşünaslık farkını ayrı verişimiz gerek. Mənbə bunu berk iyinik yeşip vergen. Qaranglar, bir tarafda Rahman var. Бұл yaratılğuçunun öz mahiyetiga təvə, hergiz özgermeydiqan, şundaqla barlıq yaratılgan mevcudatqa teң qaraydiqan şefkattir. Yana bir tarafda bolsa Rahim turdu. Бұл qism onun yereketiga təvə, yani etiqat yoki ma'lum yaxshi amallarga qarata maxsus va o'zgarishchan holatda beriladigan shafqatdir. Oddiy qilib aytganda, Rahman onun zotidagi mehr, Rahim bo'lsa onun ishidagi mehrdir. Bu yerdeki en kızıkarlık bir baykaşını dep vereyim. Arap dilinin gramatikisi öz aldığıyla acayip bir matematiklik mucizeni yoğuşuran Rahman sözünün kurulmasındaki koşumsa erpler, koştil ve hesref köpetiş meynasını belidiken. Yani özünüz tesavvur kılayedilene en çoğu meyri şefketini uyulan dep ona ikiga kobeyleytin. Anden çıkan neticenin yine ikiga kobeyleytin. Mana moşundak çeksizlik geçe kubeytiş şeriyanını köz altınıza keltürün bu deltil şunaslık noktası ile çüsendirildiğin Rahman'ın sırrı. Manbe bu yerde yine bir bak çokor kunuplan oturuyagaydı. Bilisiler mi? Biz insanlar mehir gösteriş için karşı tarafta çokun bir nerse yaki bir adam mevcut oluşu gerek. Ama yaratkuçunun rahmanlığı bir nersenin mevcut oluşunu şart kılmaydı. Rahmanın şefkatı tehi yokluk derecesinde turgan, hiç neme olmagan nerseler gibi yetip var o. Mundakça aytkanda yokluktan bar kılış hareketinin özü ameliyette en âli mehir şefkat hesaplanı. Dördüncü kısım, her narsani o'rab turg'uchi rahmat. Kelinglar, endi bu mutlaq Rahman o'qimining barliq mavjudotlarni zodi qaysi darajada qoplaydiganligi ustida to'xtalib o'taylik. Mənbədə körsetilgen bu esasi nakılge karanglar. Benim rahmetim hemen ersini öz içine alıyor. Bu cümle bizge hemen erse degen bu ukumnun emeliyette neylerini öz içine aldıkana uylanışımızga sehne hazırlap veriyordu. Hoş, undakta bu hemen erse degen zadi neyeme. Mənbənin nəhayəti yeniq şərhləşçi, Rahmanın bu mehr şəfqəti bu dünyada tamamen şərtsizdir. O müminge mu kafirge mu teng berilidi. Təsavvur qılıb baxınlar.
bo'ri bilan qo'yinni, gul bilan tikanni, hatto tarixdagi ashu zolimlar bilan payg'ambarlarni bu dunyoda o'xshashli quyosh nuri bilan isitadi, havo bilan ta'minlaydi. Ya'ni bu rahmatdan hech kim, hech qanday narsa chetda qolmaydi. 5-qism qiyinchilikdagi yoshurun rahmat. Endi biz bugünkü tehlilimiznin en qiyin, şundaqla hammamizni en köp uylandıradigan qismağı kirdik. Dünyadaki azap uqubetler bilen ilahi mehir şefkat otturasındaki bu ziddiyetni qandaq yaşayınız. Biz dünyada afetlerini, kıyınçılıklarını ya da ilahi ceza dep karaydıydan işlerini gördüğünde özümüzden mundak sorayemiz. Bu kıyınçılık ve afetler mi hakikaten bir rahmet mi? Bu bekle iyi bir sual emes mi? Мәмә bu murakkab sualga yer tevrash o'xshatishi orqali ajoyib bir javob berdi. Qaranglar, yer sharining ichki qismidagi tektonik taxtalar surkilib, paydin-pay intayin g'oyat zo'r besim yig'iladi. Agar yer tevrash bo'lib, bu besim qo'yib berilmasa, bilib qo'yingki, yer shari xuddi bir bombaga o'xshash butunlay portlab ketadi. Demak, yer tevrash bizga bir vayron xulg'uchi ofatdek ko'rinsa-mu, ammo butun manzaradan elib etganda, u yer sharining mavjudligini g'o'dab qolishdagi eng buyuk mehr shafqat va qo'g'danish mexanizmi hisoblanadi. Shuning bilan manba bu falsafaviy qarashni mundaq xulosalaydi. Hech qanday narsa mohiyatidan yomon qilib yaratilmagan. Ya'ni sheylarning aslida yomonlik yo'q. Yomonlik shu narsani xato ishlatishdan yoki biz insonlarning cheklik nazarimiz bilan shu ishning orqasidagi olamshumul buyuk manzarani ko'rolmasligimizdan kelib chiqadi. 6-qism duo va murojaat. Xulosalash oldida biz bu cheksiz mehr shafqatga qaysi shaklda inqos qaytarib, uni qanday qilib o'z harakatimiz bilan moslashtirishimiz kerakligiga nazar solaylik. Mənbədəki intayin tasirlik bir tarihi hikayeye dikkat kılayalım. Abdullah İbni Mübarek ismindeki bir zat hac seferi gider. Sefer ceryanında o bir aile yetimlerin açlıktan tirik kalış üçünle ölüp kalan bir kuşu yiyişke mecbur oluyorlarlıklarını görüp kalır. Şu an o nimet kılıyor biler misiniz? O derhal hac seferini bikar kılıp bütün sefer hiracatını şu yetimlere veriyor. Keyin melum oluşuca onun Mekke'ye varmayı turup kılan bu insani mihir şefkati sebeplik onun haccın mucizelik halde kabul kılınıyor. Bu bize özümüzdeki insani mihir şefkatin ilahi iradeyle kandakun mükemmel birleşeceklerini gösterip veriyor. Mənbənin təkidli işiçə, dua fakatlığa ihtiyacımızın sorarsına ibaret emez, belki o huddi ibadetin mengisige oşuyordu. Biz dua kıldığında, əməliyyatda özümüzün acizliğini ve çeklimliğini ten alıyoruz. Şundakla, bütün kainatını kaplayan şu çeksiz mehir şefkatke mutlak tayınıdıganlıklığımızını itiraf kılıyoruz. Biz həmişə dünyadakı qiyinçiliklarga, azablarga şikayet qılıwatyamiz. Ama qachon şikayetni to'xtatib, shu barliq mehr shafqatning birla manbasidan to'g'ri narsani talab qilishni o'rganalaymiz. O'ylab boqaylar. Biz zodi niyega muhtojligimizni o'zimiz yaxshiroq bilib oldik yoki yaratuvchi yaxshiroq biladimi? Bu savol har birimizning hayotdagi qiyinchiliklarga qanday muomala qilayotganligimizni qayta bir o'ylab chiqishimizga turtki bo'lg'usi. Bugungi tahlilimizga hamroh bo'lganinglarga ko'p rahmat. Keyingi qaytamliq programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar.